Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar, parranda ishqibozlari. Inkubatorimiz mana 264 ta tuxum sig'adi. 3 ta polkasi bor. Avtomat o'zi bemalol regirovka qilib beraveradi vaqtida. Keyin bu yerda mana bittasi namlikni tekshiradigan, bittasi gradusni. Keyinsiga bu yerda mana boyagi inkubator hozir sizlarga tushuntirib berib o'taman. Bu yerda yana suv bilan turibdi bachog'i. Ichida mana suvi ham bor bachog'ining ichida. Keyin bu yerda mana 5 ta ventilyatori bor. Kichkina ventilyatordan 12 voltga ishlaydi. Ventilyator orqasida tenti bor. Bu rossiyskiy apparat, o'zimiz o'zbek balla yasab chiqaradi Rossiyada. Kriz firmamiz bor, shu firmadan sotib olib kelganman. Oldilari mana bunday o'yna. Kanalimizda oldi mana kim bizni kuzatib yurgan bo'lsa, biladi bu apparatni ko'rgan. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, inkubatorimiz mana shu mana 264 ta tuxum sig'adi. Ventilyatori bu yerda. Keyin ko'pchilik inkubatorda jo'ja ochirmoqchi bo'ladi. Jo'ja ochirib foyda qilsa bo'ladimi degan savollar ham kelyapti. Обязательно bo'ladi. Bo'lmagan narsani o'zi yo'q. Misol uchun jo'ja ochirib uyingizda misol uchun 30 ta 40 ta tava bo'layotgan bo'lsa, tuxumni misol uchun 20 rubldan sotmaysiz, jo'jani chiqarib 80 rubl, 100 rubl qilib sotaverasiz. Misol uchun o'zbek puliga bo'layotgan bo'lsa agar tuxumlar misol uchun 4 mingdan, 5 mingdan bo'layotgan bo'lsa, 3,5 mingdan bo'layotgan bo'lsa, asli 3,5 mingdan, 4 mingdan sotmaysizlar-yu. Ochirgandan keyinsiga misol uchun dabavka уже 4 barobar, 5 barobar уже parodasiga qarab qimmat arzon bo'laveradi. Endi bu suvini hozir bu yerga qo'yamiz. Mana o'zi suvini qo'yadigan joyi bor. Ventilyator namlaydi bu yoqqa. Nima qilib berib turadi? Inkubator ichiga haydab berib turadi. Ventilyatorning oldida qo'yilgan bachokchada suv. Hozir men yoqsam chechillab ketadi, shuning uchun hozir yoqmay turibman. Keyinsiga inkubatorni ichida agar namlik ko'payib ketadigan bo'lsa, agar inkubatorlar ko'rasizlar. Misol uchun inkubatorda o'zi namlik ko'tarilgandan keyinsiga, misol uchun birinchi kundan boshlab 19-kungacha, 18-kungacha gradusi 37,6 bo'lib turishi kerak. 37,6 dan boshlab 37,8 gacha bo'lishi kerak. 6 ga tushsa yonadi, 8 ga chiqsa uchadi. Shunday bo'lib, o'zi 37,8 ga qo'yiladi o'zi. 37,8 dan 37,6 gacha qo'yiladi. O'zi avtomat regirovka qilaveradi. Shu mana bu blok upravleniya o'zi regirovka qilaveradi polni. Agarda namlik 60 dan o'tib ketayotgan bo'lsa inkubator ichida, biznikida mana oldi tarafda bunday akoshkasi bor mana. Inkubator ichi ham ko'rinyapti. Agar men buni ochib qo'yayotgan bo'lsam, inkubatorimning ichidagi namlik kamayadi. Misol uchun 60 kerak bo'lsa, mana shuni o'rtacha qilib qo'yib qo'yaman. Normasini qilib. Misol uchun bir xilda suvi kamaygan bo'lsa, agar kichkinaroq qilib qo'yaman. Agar ko'payib ketsa, kattaroq qilib qo'yaman. Shundan boyagi ochib, yopib regirovka qilaveraman-da. Agar sizlarda ham agar apparat bo'layotgan bo'lsa, bitta ошибка shuda, misol uchun namlikni vaqtida tekshirib turish kerak. 60 dan oshirmash kerak, 60 dan kamaytirmash kerak 19 kungacha. 19 kundan keyin akoshkani ochmaymiz, yopig'icha turadi-yu. Faqat namlikni ko'paytiramiz. Namlikni ko'paytirish endi bu bachog'ning ichiga, misol uchun ko'pchilikda tagida bo'ladi. Tagida bo'layotgan bo'lsa, suvini to'la qo'yaman. Mana tepada suvini to'la qo'yaman. Keyin mana akoshkachalarni ochib qo'yib, bu yerda ham mana ochiladigan joyi bor. Misol uchun yopiladi, ochiladi. Men buni katta qilib ochib qo'yib, misol uchun namlikni 90-100 gacha bemalol chiqaraman. Nimaga? Sababi 90-100 gacha chiqsa, jo'jani ochib chiqishi oson bo'ladi, tez bo'ladi. Boyaga tuxum yaxshi qurigandan keyin po'stlog'i jo'jani chiqishi tez bo'ladi, o'lib qolmaydi, boya tuxum ichida chiqa olmaydi. Shuning uchun iloji boricha shunday qilish kerakki, boyaga inkubator misol uchun kim bo'lsa ham misol uchun inkubator yasayotgan bo'lsa, oldidanmi yoki bir xil inkubatorlar yonida bo'ladi. Yonidagi teshiklarni ochib, yopib, shunday qilib regirovka qilib turish kerak. Hozir men buni yoqsam, chechillab ketadi o'zi. Mana birinchi yoqishimiz. Hozir ertaga tuxum qo'ymoqchiman. Gradusi. Ventilyatorlar ham yaxshi aylanmayapti. Hozir sekin-sekin aylanishni boshlaydi. Hozir mana endi men gradusni ko'tarib qo'ymoqchiman hozir. Namlik 60 ta turibdi ekan, qaranglar.
70 ta turibdi ekan. Hozir men endi 37, 38 ga qilib qo'yaman. Bir kun 38 bo'lib turaveradi. Namlikda 55 ga qilib qo'yaman. Hozir mana tent ishlayapti, ikkala tent ham. Bu yerda trevoga sababi inkubatorimiz faqat o'zini mana shu qo'ygan gradusimgacha yetib kelmaguncha ichi sovuq uchun mana shunday bo'lib turadi. Xudo xolasa kanalimizdan uzoqlashmaylik. Xudo xolasa mana sekin-sekin boshladik. Mana jo'ja chiqarishdi. Ertadan mana 31-chislodan qo'yishni boshlaymiz. Agar tushunmasalaring inkubator haqida ham bemalol YouTube kanalimga, Telegram kanalimga o'tib turib yozib qo'ysalaring, xudo xolasa o'zim tushungan narsalar, poni sizlarga tushuntirib berib o'taman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.